Elektrichkada toqqa boramiz. Juda ham ko'p savollar yig'ilib qoldi. Birma-bir javob beraman. Men uyimga yaqin bo'lgan Salar stansiyasiga boraman. Salar ostanovkasida tushib qolib, shu pastga qarab tushamiz. O'ngga qarab ketsangiz Pushkin metrosi, chapga qarab ketsangiz Maksim Gorkiy. Shu yerdan poyezd stansiyasiga ko'tarilamiz. Jadvalni tushuntirib o'taman. Biz ekspressga chiqamiz. Bu yerda Toshkentdan Jonash qismi bor. Ko'rishimiz mumkin, Yujniydan soat 12:15 da chiqadi. Salarga esa 12:33 da keladi. Chiptani kartadan yoki naqd berib to'lasangiz bo'ladi. Poyezdga chiqishdan oldin chipta olish shart emas. Stansiyadan to'laysiz yoki vagonning ichida. Mana shunaqa zaryad qilish uchun pitaniyalar bor. Agar 6 kishi bo'lsangiz, mazza qilib bemalol gaplashib ketasiz. Magazindagi narsalar 5000, 10000, 20000. Xullas, bezdagi variantlarini o'ylab chiqishgan. Misol uchun Ice Tea va Cola 10000 so'mdan, Lays esa 20000 so'm. Qibrayga 12:54 da yetib keldik. Bu poyezd faqat muhim stansiyalarda to'xtaydi. Chirchiqqa esa 13:08. Ko'mko'k suvlarning vidini faqat shu oyna kirligi buzotdi. G'azalkentga yetib keldik. Ichkaridagi ovozni eshiting. Va tashqariga chiqamiz. Mijozlar komfortni ketishi uchun shuma izolyatsiya qilingan. Agar siz poyezdga chiqsangiz, Hojikent bekatida tushib qolishga shoshilmang. Bundan keyin Bochkagacha ham boradi, ya'ni Chinorkent bekatiga. 10000 so'mlik poyezd esa Hojikent o'zida to'xtaydi. Ishonasizlarmi, rovna jadval bo'yicha 13:48 da yetib keldik. Hammasi shvetsarskiy soat kabi. Endi 10000 so'mlik poyezdga kelsak, qaytishda shundan foydalandim. Poyezdga chiqishim bilan ko'p etib hid urdi. Unisiga ham mayli, lekin o'rindiqlar juda ham yomon ahvolda. Endi 10000 so'mga sizga komfort plus bo'larmidi? Nima bo'lgan taqdirda ham tozalikka qarab turish kerak. Biz soat 4 dan 12 minut o'tganda yo'lga chiqdik. Lekin bu poyezdda oynalar to'liq ochiladi. Shundan foydalanib chiroyli videolarga ovozsiz bo'ladi. Qiziqarli videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun menga obuna bo'lishni unutmanglar. Yana poyezd bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.